Bu soatni zastoshkasida emblemasidan tanish ham oson. Cartier brendidan yengli modelimiz kelgan, ya'ni Santis modelini Uni varianti. Qo'lingizga keluvchi uchun ideal variant. O'ylashim bo'yicha Cartier faqat ayollarga emas, erkaklarga ham birdek yoqadi. Nega deganda Cartier Rolexga taqqoslaganda ayni boylik ramzi bo'ladi. Xo'p, soatimiz Santis modeli A kopiya bo'ladi. Dizaynlariga o'zingizlar birdan ungacha baho berib ketsanglar bo'ladi. Shaxsan o'zimning fikrim, bu soatda hayotimda o'zini o'rni bor va taqadigan joylari ko'p. Xo'p, soatimizni tashqi dizaynlari haqida gaplashsak, bu soatimizda oynalari safir bo'ladi. Soatimizni korpuslari, zastoshkasi, remishoklari zanglamas metal bo'ladi. Bu soatimizni remishoklariga keladigan bo'lsak, remishoklari ayni Cartier uslubida terilgan. Zastoshkasi ikki taraflama avtomatik bo'ladi, xuddi o'zini originallariga o'xshab. Bu soatda erkaklarimizdan tashqari ayol va qizlarimiz ham bemalol xarid qilsalar bo'ladi, chunki bu Uni variant bo'ladi. Hammaning qo'liga birdek mos keladi, qo'l kaftiga qarab. Soatimiz sotuvda ikki xil rangda mavjud, ko'rib turgan shu oq rang va tomi siniy rangda. Sizlar buni bemalol boshlang'ich to'lovsiz mayvashdan xarid qilsalar bo'ladi.